Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bolalaringiz uchun udobniy bo'lgan narsa qidiryapsizmi? Mana sizga ko'rsatadigan narsa. Bilasizlar, biz buni sotganmiz. Unitaz uchun zinali garshu bolalarga, ya'ni unitaziga qo'yib berasiz. Zinasidan o'zi chiqib o'tiradi. Buni bo'yi, visatalari razmer qilsa bo'ladi. Sifati juda zo'r, baquvvatgina. Hatto shogird san o'tirsang ham ko'taradi. Buni biz bu gal yaxshiroq variantini olib keldik. Garshu bo'ladigan variant. Qaranglar. Ham garshu bo'ladi, ham bundoq qilsangiz bolajonni o'zi ham quvuradi deb ishni. Ham garshuchasini olib tashlaysiz. Ha, dumaloni unitaziga qo'ydingiz, mashina sursangiz bu tayyor mana. Bolajon shunday chiqib o'tiraveradi, xudo xolasa. Narxlari 450 ming so'm chiqdi. Bu Vallisda, bemalol Vallisga tashrif buyursanglar bo'ladi. Mabodo telefon orqali ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Yandexda chiqarib yuboramiz. Yo'l kirasini pulini berib o'zingiz olib qolasiz. Narxini aytayotganimda 450 ming so'm deb qo'ydim. Ranglaridan bor, soni sal chegaralangan, ancha ko'p emas. 10 tami, 20 tami bor. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Salomat bo'ling.